Bulam kaçan toyası? Aşlinedo Hoşallıkla tolgan günü. Hoşallık sana oldu mu oğlum? Kapsızlıktan daim terip süreymen kapılık. Olmasam bu günden Şıkılı beni hatırcam kınmaysan kovalam. Yana üzülmeydi akıl yenilir. Öylese olmasa? Esenlik yok. Ha mende. Kölüp gitken Kanatlansa arzuyum yetsin nişanlarımda. Memnun bulup dadam apam hatırcam bolsa. Rahmet kızım, rahmet. Bolsam deymen yaxşı uyga inilerim var. Hem bu bala sizdek oynasa deyme kızım. Her üstüne mihir bilen sügüler. Güllendirir ecir miknetten. Üzülmüşsün azilimizin hoşa gülküler. O ailige Kara Ügürüsü. Nemenin təmi bu? Nemenin təmi bolat qoşnam, inəkning sütü, xotanning yanıqı, yakanning badimi, kuchaning o'rik meg'zining hammani aralashtirganning təmi. Assalomu alaykum, qo'shnam, nima qilyaptilar? Silidek bir çay iteydi. Uni buningda etgan. Meg'izlik vereymi? Təmi sizga xili yoqqandek buni ataydi sizga kirgan. Asli bozordan olgan təmkanda. Ixlos bilan ishlangan meg'izlik ferimaning təmi. Ixlos shirkatining ko'zir mahsuloti meg'izlik ferimalari. Bu yerda no'chilik qiladigan kimsan? Bir iskilasi qizdan hammani olib ketibsan. Olib ketishli emas, choynadim. Nazar seg'izini choynadim. Kayfimiz ushmasda, sizmi chaynab beqing? Tizit qilmadim ansa. Sizlarmi chaynab beqinglar? Bu nazar, boshqa nazar. Marksiga Istanbul yozar. Hech yo'q. Nazar chaynag'andim. Nazar seg'izlari. Dünyanın güzel ya rezil görünüşü senin qaysi o'rin turib qarshingga bog'liq. Hamma odamda quloq o'xshash, ammo lekin anglayotgan ovoz o'xshash emas. O'xshash bir jamiyatda har xil ideyali kishilar bo'ladi. Shunga sizning jamiyatdagi kishilarning ideyasining har xil bo'lishidan og'rinishingiz behuda. Hamma odamda o'xshash bir eg'iz bo'g'ini bilan so'zlaydigan so'z o'xshamaydi. Shunlashqa hamisha boshqalarning gapini anglamay, o'zingizning aqliga, o'z tafakkuringizga ishoning. Yer sharida hamma odam o'xshaydi. Bir beshi va, ikki qo'li va, ikki puti va. Lekin mang'ayil o'xshamaydi. Shunlashqa biz boshqalar nima deyotdi, nima qilyapti degan aralashmay, o'zimiz to'g'ri deb qargan yo'lda mengaversak shu, hammada yaxshi. Hamma odamning ma'nosi kichik vaqti bo'lgan. Lekin cho'g'an sari hamma odamning xarakteri o'zgarib ketadi. Shuning uchun balo bo'lgan yaxshi genjima. Jig'imizni yo'q qo'yamiz. Endi jig'imizni boshlaylik. 1929-yılı Beijing G'arbiy Janubiy Jokoden g'arda mamlakatimiz arxeologlari zo'r bayqashga bo'ldi. Ular bu o'nkirdan mukammal bo'lgan qadimgi inson bosh so'ngini bayqadi. Shadiya. Yig'imning materialimi boyagi sizning tarixdasingizmi? Xato bir qo'yibman.
Sal turib, kutubxonaga kiram. Жаңа материал tayyor qilganmi? Navdi. Diqqat, ha? Yo'ldoshlar, ailemizning bu qitimliq barliq oila a'zolari kengaytirilgan umumiy yig'inning rasmiy boshlanganligini javobalayman. Yaqindan beri apanglar bilan men sizlarning turmush, uyg'unish va boshqa munosabatli taraflardagi ishlaringizga toz degandek ko'ngil bo'lmay qoldik. Shunga tövende yo'ldoshlardan buning uchun samimiy kechirim so'raymiz. Ras shunda xo'p qoldi. Apanglar nihoyatda muhim so'z qildi. Qani bir olqish berib tayli. Biz astoydil tekshirib ham tadqiq qilish orqali yaqinqi bu bir mezgilda yo'ldoshlarda ba'zi bir masalalarning ko'rilganligini bayqadik. Ha? Ba'zi bir masalalarning ko'rilganligini bayqadik. Arslan! Ha, bu qitimliq yig'in nihoyatda muvaffaqiyatli ichildi. Men cho'qqa ta'sirotga ega bo'ldim. Yig'inda tugamidi. Yig'inda uxlab o'tirishning o'zi yig'in ichayotgan odamga bo'lgan hurmatsizlik, ham safatsizlik. Mushunchalik oddiy savodni bilmaysan? Sen astoydilroq bo'linglar. Bo'libmi sen, yo'ldosh Arslan? Yig'inimizni davomlashtiringlar. Yaqinqi bu bir mezgilda yo'ldoshlarda ba'zi bir masalalarning ko'rilganligini bayqadik. Bayqadik. Hem bu meseleler ustida to'g'ri bo'lgan tekshirish hem analiz etdik. Tövende apanglar bu haqda bir necha qiz so'z qiladi. Qani, qizni qarshilaylik. Yaqindan beri ko'pchilikning umumjihati ifodasi nihoyat yaxshi bo'lsa-mu, lekin yanada ba'zi bir savallik ham yetersizliklardan xoli emas. Shunda. Masalan, ba'zi yo'ldoshlarimiz akşam vaqtida yetmaydi. Ba'zi yo'ldoshlarimiz attigini vaqtida o'rnidan turmaydigan. Yana ba'zi yo'ldoshlarimiz maktabdan qo'yib berganda udul uyga yenib kelmay, butun tanla bozorlarini charlab chiqadigan va yoki choyxonalarga boradigan mana shunday ahvollar yuz berdi. Biz bu masalalar ustida yuqorqi yo'ldoshlar bilan ayrim holda tez suratda paranglish orqali masalani tüp yıldızdan hal qilishga tirishimiz. Shunga yo'ldoshlarning menga yaqindan masaj berishini chin qalbimdan umid qildim. Rahmat. Bo'libmi biz yo'ldoshlardan mana bunday 3 turli xizmatlarni yaxshilashni talab qilamiz. 3 turli xizmatni yaxshilashni talab qilamiz. Birinchi, isrofchilikqa. Ikkinchi, tamoq tanlashga. Üçüncü, ügünüşte tirishmaslik iddisiga qarshi turishimiz. Shundaqla atiganda nashd qilmaslik nachar iddisini tüp yıldızdan qo'yib tashlashimiz kerak. Menimcha yo'ldoshlarda oz to'la iddiy burilish bo'lishga boshladi deb o'ylayman. Hammanglarning apanglar va mendan tashkil topgan rahbarlik kollektivimizning xizmatini ongli qo'llab berganinglarga rahmat. Yig'indan qaytgandan keyin hammanglarning yig'in mazmuni haqida astoydil o'ylashib, saqlangan masalalarni vaqtida bir taraf qilishinglarni umid qilaman. Sizdan boshqa bo'lsa. Men ikki qizga. Yuqorida yo'ldosh dadanglar nihoyat muhim so'z qildi. Yig'indan qaytgandan keyin muhim so'zlarni astoydil amaliyalashtiraylik. Naras. Dadanglar bugun komandirovkaga chiqdi. Men yig'indan tushgandan keyin topshiriqni ishlab bo'lgan, boshqa ishlar bo'lmagan yo'ldoshlar bo'lsa, mening chamdaratlishimga yaqindan yordamlashishinglarni umid qilaman. Ko'pchilikka rahmat. Yig'inimiz ishlar tamomlandi. Boshqa bo'lmasa yig'in tugadi. Qasam. Nasıl?
Apa? O, Yadırmış bereyim ha? voy rahmat. Sen bana yardım iş berme demey. Öyle meynat qilmay, kiyimlerini kir qilmay, bizga ish topmay o'ynasang bo'ldi jenim balam. Ha, ma'qul. Boshqa ish bo'lmasa, men chiqib o'ynaveraymi? Nerede oynaysizlar? Qo'roqda, billahilar. Ufkan qani? Ufkam chiqib bo'ldi, saqlab turadi meni. Ha, bo'pti, oyna. Kim oynaysizlar? Vallahi. Ansibach ketdimi? Ballal urishmanglar, ay, Ufkan diqqat qil. Opam iman kelibdi. Ha? Kim kelgandi? Voy, yaxshimi? Yaxshi turibsiz, yaxshi qani ekran. Qaysi bo'lib turib kirdisiz ne? Voy sizni seg'inib yo'qlab chiqaydi. Voy, undan bo'pti. Ha, qandaroq? Yaxshi. Bu baxya cho'ng bo'lib qo'yapti. Voy shundoq turdi-ku. Boqsam ya cho'ng olmaydi, qarang. Voy, unda bir kundil cho'ng olmaydi shu. O'zingizchada qandaroq? Vallah yaxshi turibdi. Vallah yaxshi, rahmat. O'tang, men chay. Voy, avval qilib qo'ygan bo'ldimmi? O'zingiz qaratamsiz? Ha. Men bu kirib ahvol so'rab chiqolmaydigan fikrim. O'sha maktabdan ishlar bak aldirash bo'lib ketdi. Uning ustiga 3 bola maktabdan kelsa tomoqni tayyor qilmasam, texi shu aldirashlik yetishmay ketdim. Rahmat. Qo'yib qo'ysam bolam o'tirsin bola. Voy, shu kundim ish bo'lib qilib, sizni yo'qlab olamidi? Voy, rahmat. Elan fikrimi chayladim. Bu sal japatatib qoldingizmi? Qanday? Ko'zlaringizdan tegi qardab, o'rqlab qopsiz afkam. Onun gapini bir qilmang, saniyada charchab hushimdan ketay dedim. Mush bol beqib bulamay, nervi kesilib qoldi o'xshayman oxiri. Bir balni beqib bulamay. Voy, jinimdan imonchilar tasdayma bu kichik bolni boqmoq. Shu. Qanday qilamiz endi? Ba'zida o'tirib, ochig'im kesib bolni tug'msam bo'pti deb ketman qarang. Voy, hay. Qanday qilamiz fikam? Biz ayollarning eng cho'ng martabamiz shu ona bo'lishgan. Bir bola qo'saq ko'targandan tortib, tashu balni tug'ib, tarbiyalab, qata qo'shqichi ishqilib oz bo'lmagan javrni chekadiganmiz. Bizning shu chekkan javr japoyimiz uchun hamma odam hurmatlaydi emasmi bizni? Bu bolni tug'misdahi. Tuqqandan keyin mushta jafo qildigan gapga. Cho'ng bo'lgandan keyin u ishi bu ish taximjiq chiqdi da. Voy, menga. Bu bol pek yig'laydi qarang. Yig'lab yig'isi to'xtamaydi. Kunduz yig'isi mayli qarang. Kech yig'lab hech uxlamayman. Dadisi uxlab ketdi. Bola yig'ilsim kari yo'q. Hamma japamon qoldi da. Qanday qilamiz endi? Erkish emasmi? Kunduz ishlab yerib ketadigan do'fkam. Ro'yada men ishlayman, shu mushtabda hozir qanday qilsam bo'ldi ekan deb peshimga kun tushib sizni izlab kirdim qarang. Men bir yordam qilsangiz bo'ldi. Sizni bir tunishib bilishtiringiz chiqib olgandan keyin mush bolamni bir atingiz akirib qo'yib kechda chiqib oldiganga bir odam tepagan bo'lsangiz, ishlayotgandan keyin faqat amal qilamidi, bola qaraydigan odam yo'q. Voy, bu invatgan bol tursa, kunduzi akirib berib, kechda chiqib olsangiz, siz yo'q vaqt qanday qildi bu bola? Voyjon. Voy, boshqalar imitmaydi ekan-ku, qanday qilmadim de. Hay. Ma gap bo'lmadi fikam. Bola degan eng yaxshi ona suti bilan cho'ng bo'lgan yaxshi. Bo'lmasa siz hozir boldir oraversangiz, sizmi kasalchan bo'lib ketsangiz, bolami ojiz cho'ng bo'lib qoladi. Yana ona suti yaxshi fikam. Bu ona olmoq nimanda test saniyada. Faqat yetish bulamidi, bir yordam qilsangiz o'tdi, qanday qilaman? Bak bo'lmasa bir uyimga kelib, atganlari kechgacha bir qarab bersa, kechda uyga qaytib kelsam mayli. Ma'qul ekan. Mening sinfimda oilada qiyinchilik va apis ishlamaydigan bir bolalar bor. Men shular bilan bir so'zlashib boqay. Agar apisining vaqti bo'lsa, kelib uyingizga yordamlashgach, bolangiz qarshi bersin. Bo'lmasa boshqa sinfningki sinf mas'ullari bilan bir deyish boqaman. O'z bir aloqalashib birang amsimojumu. Buni amal qil, lekin bolani imitmayman degan gapni ikkinchi qilmang. Shu men amalsiz qoldim da. Sizni qanday chidagansiz? Ish bolalaringizni chiroyli cho'ng qilib oldingiz. Mening bolam qachon cho'ng bo'ladi deb ko'zim to'xtab ketib bordi-jumu. Bola degan bir kunda cho'ng bo'lmaydi. Ertaga texamish bolangiz cho'ng bo'lib, shunda tatli qiliqlan chiqarsa, voy hada, yana birini tug'masam bo'lmaydi deb ketasiz texam. Bolam ham sesib o'ynab chiqibdi
da. Sırt oynag'ini ketdi. Bu qo'rodagi bolalar shunda inoq ittifoq o'ynaydi. Cho'ng demaydi, kichik demaydi. Biz birga o'ynaydi qarang. Ay. Yo'q. Coşqun ve kötürengü ruhi haletinin namayendisi Malaysiya Beyishki Kuvvet içimliki bu filmni alayda talep kıldı. Bu programını samimiy şirketi Malaysiya'dan import qilgan Shubidin Xali diyetli erkekler kuvvet içimliki alayda talep kıldı. Ben okşap topla. O'qigan boshqa xiyonlarimiz. Apa? Şu öteden bulunsa başkanız olup kalkın ha? Şu, bunlar komutan mı? Dadamın şunda sıyırgındım Cuma abla. Dadanglar diye uyunun törük dursa, elbette dadanglar bulmuş bulmaydı da. Apa? Ersin bana. Kanalımıza girip kurma ha? Dadam bulunsa mı? İlhar işkilmez dadamın yokluğunu çandırmay. Beynen küçük olsun törük kuptur alayımız. İnanlar? Yine. Ma dadam öyle yok olan kesle kaçalık karşı tişiği çip oynayma dep jümey. Bak bir işler olsa apam kılıç berip, o bu işler apam qayağı qop otururlar Cuma. Korkuda, sırrı bana düşendi. Biz çok olmuş. Bu soğunu aldın çıkıp oynamayız. Sizler iyi bakacak biz. Kıkırpamız. Allah ya Allah. Yine. Aştan yapansan bu yaxşı. Dadanglar çığınıp sizlerde ha? Evet da. İşte kayıp gelsin. Şu kirli az kaldı. Işıktan ışık kaldı o. Bana kim de baksa şu dek dadanglar köğüs kepti. Assalamu alaikum. Ve aleyküm esselam, ve aleyküm esselam. Yaxşı. Özünüzçü? Ha. Hanım bolsa. Ha, ballam yaxşı xatirjam bo'ling. Tamoqdan qizlanmagansız ha? Voy to'xtama, ballar bek olib. Apa. Bir söyleshiz. Ha, ver dada. Ha, qayerdasiz? Ha, yaşlı doğdu mu? Tabak vakti oturdu yakası da. Dada sizi sen. Ha, şu. Ha, dada ağır kamalcı mı? Çokum yaxşı durun ha. Ondan sonra ben akam benim. Rahmet umak. Dadam ha? Yaxşı özünüzçü? Hem şu bular optağa qaradım ha. Ersin bana men bayıda. Hemen çok mu çoğun bulap kaldım ha. Bu ersin bana? Kekem abi. Yaxşı tuğanmasanız bol deyim. Açım o. Buraya hiç ketkedin şu an. Benimki kalan ki biraz tutmasanız buldan. Dada! Hoş Allah'a emanet. Men dokunsa? Meşgulda? İşimde. Ya Allah arslan. Koptu bu. Tam kağızını yap bulup böyle ayrı özünüz uğruna. Yine tam kağızını. Şulladım sen. Ha. Yine.
To'ysizmi? Yaxshi. Uy tozalayapsizda? Ha, uy tozalab. İşcancımızız. Men to'yg'magandim da. Qarsam ishingizz ochiqga, shun oldingi kun siz degan gaplarni so'rab olay, qanday bo'lgandi deb kirishmadi. Ha, bizni sinfdagi o'quvchimning opasi yaqinda bir yerni ish tepib qopti da, endi. Shu keyinchalik bir amal qilib beray malim dedi. Shu qo'shni sinfdagi bir bolani surishtirsam, opasi yutib ketibdi ekan, kasliman bilan aloqa qilgan. Ajab yaxshi, rahmat bo'ladi. Bu siz to'yg'asangiz qanchadan? Ha, peshki bilan uxlatib qo'ydim. Siz yigitib qo'ygan bo'yicha. Peshki bilsam shunday yaxshi uxlaydigan bo'lib ketdi-da. Shu o'choq ishlarimdan quvog'idakmi. Kim qarab qoldi? Dadasiga qaratib qo'ydim. Voy ukam, bu akish qanday qara, u bolaga emlis kep ketsa qanday qiladi? Voy sut parashigidan tatib, men tanishibdi, yoqib qo'ydim. O siz tanishib qo'ygan sut parashigi siz kayt so'yib ketmamdi xan. Uyada sovutkaz qaynoq suv birlashib istaydigan shuni ishkiz qo'yib bo'lmadimi? Hayrana qiz. Bu to'y deganga keyin berib olsangiz bo'lmasmidi? Bizda qoida qiyrimabdi degan gap bor emasmi ukam? Süt parashigini heliyetten bergan tursangiz, 1000 tonna süt parashigidan bir temim anning suti muhim degan gap bor bizda. Voy, menimga shunda qilgan bor jinimada. Lekin do'stlarim menda ranjib qopti-da. Ko'nglimda telefon qilib, sen do'stlarning orasidan qilib qolding. Ya chaqib olmaysa, qoidalar qilib qoldi. Bunda qilsang qanday bo'ldi deb. Uni o'zingmanmish qo'saq ko'tarib ta hozirgacha hech narsa berib boqmadim qarang. Bek charchab ketdi ekanman, shunda bir to'g'ri berib kelay deb mangan. Bağımığa yege fikam kim beri vağın oldu. Oyunumuğa uyandan ki oyun vağın oldu. Ananın en çoğun mecburiyet nime edesiniz? Perzent terbiyeleş. Bir çetellik doktorlukunu püttürüp, hizmetten nime dese anı oluş depti. Vazifen çoğusu bala bekliş depti. Nim diye uzuq gepey, hemmimiz okşaş ana emas mı? Onu deysiz ede. Benim şundaq anı oğlum ba. Lekin bu bir canımın neçik bilemen yetişemeyetima qarang. İşlemisem texi, uyni tozlamasam texi, bu balon bakmasam texi qarang hadavi. Charchab bağı halimden ketdim. Ben bir toy kun görüp, bir üzem bir azada, bir erkeğe nop yenip kelsem dep mi qaldı dikenme. Hada pek resmi onu olmak nimancalar tezdu. Şu. Ana olmak aşında tez. Bizden anılarımız mı bizden şunda bekip çoğun kılgan fikam? Oy, kimdi bu? Ha? Yaxshimi? Yaxshi. Apozlarimiz yaxshimi? Qani chuqurata. Voy, uyda mehmon bor ekanda. Ha, shunda olib qoldik. Qani to'y bitdim. Yaxshimi? Yaxshi. O'zingizchi apozlarimiz yaxshimi? Ha, ular yaxshi qoldimi? Ha, yaxshi qoldi. Ha, bo'pti, anim bo'lsa. Voy, siz poykansiz a? Ha, men bor. Voy, men to'g'ri yulib qoldimki degan bitta ozodishi. Men nimada chiroyli qilib qo'ysam tigi bor. Qirva gaplar qilib turasiz. Ha, ana shu tigi yaxshi odamlarchi tigi bor gap qildik-a. Ya, nim degan o'z bu? Biz bir tigi yo'q qilib quduqchib ketib olmaymiz. Odishim, quduqchib ketganmanjimi? Quduqchib ketsangizmi? Sizni qutuldirib olgan adimingiz olmaydi. Buni tunjiqib qolmang yana. Adam qo'rqatmang siz. Saniyada babamga kirib berib kirgandim. Ha. Boqaq. Oxir to'y qilgan bo'psiz-da. Muborak olsun. So'rang emas, unda boldur to'y chaka oldiganqa. Voy odishim, oxiridasi yo'q nashbitda ko'p qolgandan to'yga yaxshi deyman. Men bir qiziq choy damlab chiqay, ha? Bo'ldi, avaraman saniyada. Bir kirganda. Ana bunda qiling. Bek cho'poch ekib ketdingizmi? Nimada jin yolvatgandek o'riqlab qo'riqlaringiz chiqib ketdi. Voy bichari. Jinim adash. Siz mandaq bir she'rni anglaganmi? Yarashmagan padazin, yarashgan qo'riq yaxshi, jin yolvatgandek suygandan menga o'xshash o'riq yaxshi deb. Men sizga qarang odishim. Mush bizdek oilasi var, balası var, turmuş xotirjam ayollarning yuzigacha ishti qo'riqchi emish. Nimishqa desiniz? Biz bak xo'shal, ko'ks qonimizni keng tutqachqa to'liq kulganligimiz uchun qo'riq esi ketadigan bizni. Bilsangiz, bu qo'riq degan bana qarab, baxt kulkisining qo'riqi. Voy, qanday qilay? Voy, lekin sizlarga uchun qaraydiganlar yo'q. Bizdeklarning uchun kaynimizda mashin o'chiratchimi? Voy odash,
Siz gaz punktidagi gaz qachlash saqlab turgan mashinalarni demayotgansiz? Oy, saniyada ovorasiz. Yo'q. Ila. Rahmat dada. Adışım, çaydan azroq o'tlagan. Saniyadam siz uchun tatlıq novatlarni sep chiqibdi. Kim o'tlab ichib olmamsiz? Rahmat, yaxshi ko'm o'zga. Ağırapsızmı? Yo'q. Qanday xil ko'rib qoldingiz maktabda? Sizmi-chu? Qarang. Voy, jim turing. Voy, irim. Voy, telefon qilib qolibsiz-ku. Kalla. Yer ko'yingizga pishibdi-da. Oram 5 minut bo'ldi-ku tek chiqqanimga. Ha, ma'qul. Hozir chiqay ya. Ha, ma'qul. Bir saniyada. Qarang, shundoq 5 minutda bir telefon qilib qat'iy o'tag'izmaydi, qarang. Endi iri olgan ekan. Tamam. Amsi men chiqayda saqlab ketibdi, bir kirib chiqay. Bo'ldi. Adishim, siz haqning baqini taqdiverib, o'zingiz shundoq o'tiravering. Yaxshi o'tiring amsi. Men chiqay. Ma'qul adasiz. Ma'qul. Ma'qul adishim. Qo'sha, o'tirib qoling, o'tirib. O'tirib qoling, adish. Ma'qul adasiz. Men kechamiz. Voy soniyada. Voy nimasiga pochta qoldi deyman bir ba. Tova, erim deb bulanmay qoldi ekan. Men sizga desam-chu, qarang, bu birmuncha to'y qilishdan burun, voy odosh, voy do'stim deb dashit foyda aytdi, qarang. To'yga berib, to'y degani uchun dashit qiz tipadik. Pul deganim uchun qarang, muq qo'ydik. Endi qarang, yuzsizligini, yo'q odam mondoq, to'y qilmagan odam deb. Tova, mondan yuzsizlik ajma odam ekan. Bo'ldi, xapamay chengizni chiqib. Hech qisi yo'q. Bu qarang soniyada azalgina ish chiqdi. Men-chu chiroyli yasasab ko'ramay, oshtaga qilibchu, adamni-chu qarab chiqyotdi. Shiko'mabek yaqin tongda bir nima deyishib qolganmidinglar? Vojon soniyada bu cho'shniq natki sakroliqni o'g'liga tegib, o'zi ichida bir millionlarga tekkandek, bir yana zontoni Obamalarga tekkandek his qilib, mencha adam yo'q deb ko'ranglab ketib bordi shu. Ma gap bo'lmadi fikam. Mayli sakroliqqa tegsin, mayli shaharlikka tegsin, hammamiz o'xshash odam. Shu turmushni qurgandan baxtlik, inoq yashashlar bo'ldi. Hammamizdan tegini surishtirsa, 3 avlod surishtirib baqsa, hammamizdan kelib chiqishimiz shu sakradan. Bunday gapni qilmayli. O'g'il shu soniyada. Lekin bu muchu burniga yab, erini ajrashib ketgan vaqtidan undan bildi. Og'zingizni eshitma. Kim bo'lsa o'zining o'yini o'zi tutsin. Ha, Achchiqbek yamanmi bugun? Ha, Fukam, sizmi xizmatga chiqqani bir qancha yil bo'lib qoldi. Qanday yaqinda to'yinamdiq ya? Voy to'vadan soniyada 30 yosh kirmayli o'yini 5-ki olgan saram emasman. Uy, ma gap ne, ha? Onun ustiga hozir mening mashinam bor, ota-onam uyimni epbadi, tayoq xizmatim bor. Unda qo'ygandan keyin xotirjam o'zim 5-6 yil yashab olib, anandan keyin o'ylashay deb o'ldim. Onun ustiga uyda nega bording, nima ish qilding, qancha pul xajilding deb unda qilaversa, uyda ham javob chekib qoldi ekanman, kirjuyman, osh yetman, tomoq yetman, bola qarayman deb, yana chiroyim iranonnikida qo'rqib bezib ketdim. Hey Fukam. Yosh vaqtingizda shundoq deysiz, lekin bir ayol kishi uchun shu uyda nega bording, nima ish qilding, ani qilding, mani qilding deb turgan bir odamning bo'g'inimi tuzuk. Uning ustiga hammasini vaqtida bo'g'ini yaxshi. Uydagilarni xotirjam qilgan tuzuk, balduroq. O'yin degan tugamaydi. Ikkinchi bir gap bo'lar saniyada. Bir gap bo'lar davamay, balduroq birisining peshin tutadigan ishni qiling. Ota-onangizni xotirjam qiling. Menchug'i O'zxon O'zbek bo'lib o'tgan yaxshi. Sizlar yoshlar nima o'ylaysizlar ekan tong hozir? Şadiye! Abba! Ne içiyorsun kızım? Amına!
Topshiriqingiz tugdimi? İşte buldum. Amsicha oppoq qizim. Ko'ktat tugabdi, ko'ktat akirgach, andan keyin qachish suyuqligidan bir nag'ach kiring. Andan ras au kirish parashqidan bir xalta ag'ach kiring, ha? Ha, tamam. Andan kiribchi, boshqa ishingiz bo'lmasa, topshiriqingiz bo'lmasa, to'nglatqini bir tozlatib oppoq qizim. Ha, tamam. Kimi tashlaydigan bo'lsa tashlab, ha? Ha, ma'qul. Balığınızı xeyli yaxşı qarayotqandı. Xeyli yaxshi. Aldan bo'lsa ozroq o'smodiqim chiqdi. Rahmat Jumat sizga. Yo'q. Hanim bo'lsa, bo'pti. Hayda. O'tgan ikkimiz paranglashib o'tdasak, ilk oltinay kirib qoldi-ku. Men ketgandan to's g'ayratimni qilib qo'ygandi aqajon. Oye, to'dan afkam. Sizni shunday yaxshi ko'rgan, siz deganni maqtab bir o'p ketdi. Ash mening yaxshi gapimni qilamda, hargiz ishonmayman. Bir odamni yaxshi gapini qilmaydi u chayon. Voy rost, biz degan burun bek yaqin do'stlik, hozir ham ishqilimiz aldirashib ketib toza aralashmayapmiz deydi. Qanaqa qilaman? Yada. Sizga bir gap deb beray-ya. Mendan bir yosh cho'ng akam bor-ku, bilasiz, o'ylanmagan. O'tasi opa kim bilan to'y qilmoqchi bo'ldi-da, dam. Voy, kim bilan to'y qilmoqchi bo'ldi-da? Yil oltinay bilan. Ha? Mana elish bo'g'iz tepishmasda. Ha. Voy, Alloh bilan hayron qoldim. Yaxshi o'pdi-ku. Voy, yaxshi bo'ldi. Endi men ashni yanga deb yuramdimmi? To'sin bir yosh chiqisholmaydig'imiz ikkimizning. Uydagilar ashni gapini qilib turib olib, choyni makirib bo'ldi deydi-ha. Mushtat ichimdiga ochiq bo'lib qanday qilaman? Hey. Yaxshi o'pdi. Nima degan bilsizlar, do'st, bilishsizlar o'zaro, yaxshi emasmi? Uni degan bilan-ku, uning sat ko'tkotligini turib xuy tutib qoldig'ini hisob qilmaganda-ku xil yomon emas, qizaldi. Bo'pti. Ba'zi bir ishlarni ko'zingizni yumib bitib, o'zingizlar tanishib olgandan keyin yaxshi emasmi bilishadigan odam? Bek unda shoptikam. Shu am degan kirishimada. Shu osh choyda bir bizga boshchi bo'lib turib bersangiz, shu tosqanchaga bir qatnashib beramdikin deb kirishim. Voy bo'pti, bek yaxshi bo'pti, turib bermamdigan, turib beraman. Rahmat Jumada. Cho'qim vaqtingizni chiqaring. Voy, cho'qim chiqarman, bu bek yaxshi ishga. Voy, akamni tegib oldigan bo'ldi-da, oltinak. Qo'z tali keldigan bo'ldi. Har ishkilisdan tali kelibdi. Saniyada? Ha? Voy, bir sekund. Saniyada? Mana. Voy, yaxshi bo'l, yaxshi. Opam tomoq chiqarib qolsa ketib qo'ysin deb. Voy, rahmat. Voy, azmaydi. Men de chiqojmo saniyada opam yordamlashib bermasa bo'lmaydi. To'xtang. Men bir xush xabarni anglab qoldim-ku. Voy, qo'lqimiz va kichikchimi sizni qanday anglab qoldingiz? Men-chi ash xush xabarlar o'z ishtik anglab qoldim. Muborak bo'lsin, bak yaxshi bo'pti. Kimdan oldingiz bu xabarni? Menden. Voy, sen bakansizda. Muborak bo'lsin yanga. Rahmat. Mana. Nima ishing joyida? Qanday? To'ydan tayyorliklar bitib qolgandi. Vəsibə üstə məni kögəbdim. Düşündü Ha, şunda donliq kinochilikni artist bo'lib ketibsanmish. Ha, nurg'ulg'an kino shirkatlari seni taklif qilib ketibdimish. Unga seni ko'rgan odam bizga imzo qo'yib bering deb ketibdimish, ha? Mish. Balam, bu tushni ishqilib shirkish ko'rgan bo'g'atlar. O'chasa qolabudi. Sen bundoq tushuncha kechda uxlamay turib ko'rgan tursan. O'tira! Ismi nima? Yusuf so'pi? Nima so'pi? Yusuf so'pi.
Ayılın sağılma. Yapma gelin boğan ki şu bizim erkeğimiz. Cinsi. Vay ekşi o. Ha, yani otursa. Hazır mı? Ha, hadi. Ha, sizler ruhsat salın. Bir şey de oturayım kırsın hadi. Bu kandarlık mı ha? Şamal bak. Yafkap, kim get kara baka. Oo! Ya otur hadi. Otur hadi. Yaxşısınız mı? Yaxşı. Özanlar yaxşı mı? Ha, yaxşı. Bizzat pergamdaymış ha. Al otur. En kilişkin delimen. Hamma dumak, hamma